Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'nmas umid loyihasi hayotiy hikoyalar rukni ostida siz azizlarga hayotiy hikoyalar ulashib boradi. Ushbu hikoyalar onkologik, onkogematologik, nevrologik va boshqa og'ir turdagi kasallarga chalingan bolalar, ularning ota-onalari va ular hayotiga befarq bo'lmagan insonlar tomonidan hikoya qilinadi. Hayotiy hikoyalar. Birinchi qism. Muallif Ummu Zaynab. Qizlarim o'qiydigan maktab ro'parasida gematologiya, qon quyish instituti bor. U yerda oqqon bemorlar davolanishadi va ularning aksari bolalar. Maktabdan qaytishda ularni har kun ko'rardim. Qaramaslikka, e'tibor bermay o'tishga urinaman. Chunki yuzlaridan rang qochgan, sochlari to'kilgan, hatto tishlari ham to'kilgan bolalar suratlari meni qiynaydi. Ularni yuzini unutolmayman. Kechalari uyqum qochadi. Avval ham shunday edimmi bilmayman. Balki onalikning ta'siri, balki Alloh meni ta'sirchan qilib yaratgan, balki shunchaki xotiram yaxshiligidan yuzlarini unutolmayman. Qishning izg'irin kunlaridan bir kun edi. Men uchun odatdagi kunlardan farq qilmaydigan bir kun. Maktabga qizlarni qo'yib, o'g'lim bilan yo'lakchadan qaytyapmiz. Bizdan 15 qadamlar narida ketayotgan ona bola e'tiborimni tortdi. Qizaloq uzun palto kiyib olgan, taxminan 2 yoshlarda, ignadagi palto yoshlik vaqtimni eslatdi. Haliyam shunday paltolar bor ekan-da, katta opasiniki bo'lsa kerak, degan o'y o'tdi. Birozdan keyin palto ostidan yarim qarich bo'lib ko'rinib turgan kiyimga ko'zim tushdi. Qizchaning lozimini rezinkasi qochib ketganidan etikchalari ustida turgandi. Ona emasmanmi? Bola sovqatyapti deb ayol orqasidan chaqirdim. Eshitmadi. Keyin tezroq yurib yetib oldim va yo'lini to'sdim. Qizingizning kiyimi tushib ketibdi, ko'tarib qo'ying, shamollamasin, havo sovuq, dedim. Ayol sekingina xo'p dedi-yu, bolasini ko'tarib yura ketdi. U ayolni ko'zida ko'rganimni tasvirlab berolmayman. Umidsizlikmi, chorasizlikmi yoki hech narsaga, hatto hayotga ham qiziqmaslikmi, anglay olmay qolgandim. Ayolni ortidan bordim. Biror nima bo'ldimi? Nega bunday yuribsiz? Bolangizga qaramaysizmi? dedim. Ayol yig'lagudek bo'lib holatini anglatdi. Qizi oqqon, har hafta 1 millionlik ukol olarkan. Undan tashqari dorilariga har kuni 400 ming ketar ekan. Turmush o'rtog'i kirakash. Ayol shifoxona atrofida bir xona uyda ijaraga yashar. 2 kundan keyingi dorilari uchun pul topa olishmayotganidan xavotirda ekan. Qizi uchun 4 kurs lecheniya olish kerakligini, har biri 6 oydan ekanligini aytdi. Hech qaysi tashkilot, jamg'armalardan yordam olisholmabdi. Qizi 3 yoshda kimyoterapiya olarkan. Yonyapman deb dod solib yig'larkan. Ko'chada bolalar yegan shirinliklarga, yeguliklarga qarab xarxasha qilarkan, lekin unga yeyish mumkin emas ekan. U ayolga yordam beradigan saxiy insonlar topildi. Men ularga vositachi bo'ldim. Pulni olib borganimda anchagina suhbatlashardik. Shifoxona ichidagi holatlarni, chorasizliklarni, pul yo'qligi sabab vafot etgan norasiydalar haqida aytib berardi. Opa, qo'rqaman-da, deb qo'yardi oradan. Adashmasam 4 oylardan keyin qo'ng'iroq qildim. Yana omonatni yetkazmoqchi ekanligimni aytdim. Ayolni menga bergan javobidan yer yorilmadi, yerga kirmadim. Opa, meni erim borlar, qarz havola qilib, uxlamay ishlab bo'lsayam topib berarlar. Shu safargi pulni sherigimga bering. O'zining bir pochkasi yo'q. Ayoli vafot etgan. O'g'liga dori-darmon ololmaganidan shifoxonadan chiqarib yuborishmoqchi.
qishloqqa qaytib farzandini o'limini kutib yashamasin. Mendan ko'ra u kishi muhtoj. Shu insonni raqamini beraman, dedi. Bu gapni aytish uchun insonning nafsi qay darajada bo'lishi kerak? Bu gaplarni ayta olish uchun qanchalik kuch kerak? Farzandi ham o'lim yoqasida, lekin u ayol shu holatida ham boshqa bir musulmonning dardiga malham bo'lmoqchi. Siz, biz shunday qila olamizmi? U qiz Qur'on o'qishni bilmasdi, dinimiz ahkomlarini ham, lekin taqvosi bilan, amali bilan meni lol qoldirgandi. Meni senlab gapirardi, men uni opa derdim. Bir gal ko'rishganimizda yoshini so'radim. Mendan 3 yosh kichik ekan. Voy, meni opam ekansiz, deb biroz xijolat tortdi. Sinovlar insonni qaritadi, ruhini, tanasini. Oxirgi gaplashganimizda qizini ahvoli qoniqarli ekanini, qishloqqa qaytishayotganini aytdi. Keyingi kurs muolajani o'zlarini viloyatlarida davom ettirish uchun ruxsat berishibdi. Xursand edi, baxtli edi, hayotidan mamnun va rozi edi. Uni baxtli qilgan narsalar moddiyat emas, farzandining tik oyoqda turgani edi. Allohdan barcha bemorlarga komil shifo, yaqinlariga sabr tilab, Ummu Zaynab